Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bu çoxtanlar xeyirlik bo'lsin. Biz bugungi darsimizda avlod guruhi tarafidan tayyorlangan Microsoft Office Word muhitida ishlaydigan avlod imlo tekshirish yumshoq detali bilan tanishib chiqamiz va buni Microsoft Office Word 2013 nashrida sinaymiz. Oldi bilan bu imlo tekshirish yumshoq detali bilan tanishib chiqaylik. Uyg'ur kitob to'rbekda qaragan bo'lsanglar, mana avlod imlo tekshirish yumshoq detali. Bu yerda buningki hujjat tipi, hujjat shakli rar. Oldidan avlod imlo haqida biroz tushunchaga ega bo'laylik. Avlod imlo tekshirgich avlod guruhi tarafidan tayyorlangan bo'lib, haqsiz tarqatildi. So'zlik ambiri 500 mingdan oshadi. Asta va tez suratda imlo tekshirish, imlo to'g'rilash, ambarga yangi so'zlik qo'shish, mouse o'ng tarafidan tavsiyalik so'z tanlash, ko'n yoziq, yangi yoziq, slavyan yoziqlarini o'zaro almashtirish, ko'n xat nusxalarini Unicode o'zgartirish qatorliq iqtidorlarga ega. Bundan sonra biz bunu tushiraylik. Tushirishdan ilgari Uyg'ur kitob to'rbekdagi a'zo bo'lamiz. Oldi bilan kiramiz, ya'ni agar tizimlatmagan bo'lsak, bevasi ustidan tizimlatsak bo'ldi. Bu ya'ni mesela qarasanglar haqiqiy ism, a'zolik nomi, ilahat, ya'ni xat sanduq demakchi. Ya'ni Gmail yoki Hotmail shunga o'xshash xat sanduqlari bo'ldi. Undan keyin telefon, davlat, shahar, adres, parol, ya'ni shifr, ya'ni maxfiy nomer, dalillash nomer deganimiz shunga o'zi. Shunlarni kirgizish orqali tizimlatimiz tizimlab bo'lgandan keyin bevosita kirsak bo'ldi. Men tizimlab bo'lganligim uchun bevosita kirmana kirishni bilsam, bu yerdan avtomatik to'shtirish orqali kirishni boshlayman. Shuning bilan muvaffaqiyatli holatda kirdik. Bevosita menga biz avlod deb kirgizgandan keyin qarasanglar ikki tane yo'llanış chiqdi. Qarasanglar buning o'zi avlod imlo tekshirish yumshoq detalininki ishlatish qo'llanmasi. Shu bo'yicha mana bevosita birinchi qism tushirish, birinchi qism to'rda o'qish. Bu shaklda yoki to'rdan o'qasanglar bo'ldi yoki tushirib ko'rsanglar bo'ldi. Biz bevosita tushiraylik yumshoq detalning o'zini tushirdik. Bu şekilde Google diskidan, ya'ni Google Tor diskidan bevosita ulanma qilib turdi. Biz shuni besish orqali bevosita tushiramiz. Endi qaraydigan bo'lsanglar, mana bu Free Download Manager avtomatik tushirishimiz keldi. Biz oldingi darslarimizda mana haqsiz tushirish yordamchisi sifatida bu darsni e'lon qilgan edik. Bu ders orqali bevosita mana shaklda tushirib olsanglar, boshqa narsalar bo'lsin, tez surat tushirib. Men bevosita ustal ustiga tushiray. Qarasanglar 10 megabayt bo'lganlik uchun tez suratda tushib oldi. Undan so'ng men bir qatim tushirib olganligim uchun aslida 1 deb chiqdi. Men buni o'chirasam bo'ldi. Faqat sizlarga ko'rsatish uchun shu shaklda tushirdim. Men buni pokizlatay. Undan so'ng biz qachilaylik. Buni qachilashdan ilgari kompyuterimizda cho'qim Word bo'lish kerak. Agar kompyuterimiz Word bo'lmasa, YouTube'ga kirib Microsoft Office 2013 yoki 2016 yoki 2019 deganga o'xshash izlatish orqali boshqa darslardan foydalanib qachilib olsanglar bo'ldi. Undan so'ng biz buni qo'shib chiqib ochaylik. Qaraydigan bo'lsanglar, bu yerda ham ishlatish qo'llanmasi bor. Qaysi shaklda ishlatildi, hammasi tafsili bor. Ko'rib tanladik. Bundan so'ng biz bevosita qachilashni boshlaylik. Hozir ko'rayotganinglardek, mana bu ovozninki virus tozalash yumshoq detali buni tekshirib o'tadi. Tekshirib bo'lgandan keyin davomlashtirsak bo'ladi. Ko'rayotganinglardek hech qanday bir masala ko'rilmadi. Biz bevosita qachilashni boshlaylik. Qo'shilimiz hozir ko'rayotganinglardek qachilash davomlashyapti. Qo'shilimiz qachilaymiz.
Ko'rayotganinglardek rasmiy qachalash programmasi seçildi. Keyingi qadam. Üstü qarasanglar avlod va bilyaz deb turdi. Hamda biz buni qo'shilamiz. Qo'shilgandan keyin oxirlashtirgandan keyin qarasanglar mana qachilab bo'lgandan keyin bu qaysi shaklda ishlatish, undan keyin qaysi shaklda chiqarib o'tishdan tortib hammasi tafsili so'zlanibdi. Bundan so'ng biz bevosita Word'ni ochaylik. Ma shaklda chiqqan vaqtda bilyaz imla deb chiqqan vaqtda qachalaymiz. Qarasanglar ishlatgich uchurlaringiz topilmadi, ishlatgich uchurlaringizni kirgizing debdi. Taqash deymiz. Bu yerga o'zimizningki ismlarni kirgizamiz. Masalan, kompyuter va turmush. Xat sanduqi kompyuter va turmush@gmail.com xizmat o'rni kompyuter texnikalari deb yoziq. Saqlashni bosamiz. Ishlatgich uchurlaringiz saqlandi dedi. Taqash dedik. Shu bilan bo'sh pat ochgandan keyin ustiga qarasanglar avlod imlo deb chiqdi mana. Tanlag'anda tekshirish, hammani tekshirish, osti tekshirish hammasi bu yerda tafsili turdi. Biz Wikipediadan darhol uyg'urcha bir mazmunni ko'chirib olib boqaylik. Masalan, Mahmud Qashqariy deb yozgan bo'lsak, Wikipediadan olaylik. Buni ko'chirib oldik, chopladik. Buni bosh patga kelib cho'ng'aytib yaxshi bo'lgan uyg'urcha fontni tanlaylik. Bunga o'xshash va buningdan farqli bo'lgan nurg'unlagan fontlarni qachalash uchun yana ilgirki darslarimizdan 114 xil uyg'urcha xat nusxalari darsimizga murojaat qilishingizni umid qilamiz. Bundan so'ng biz tez suratda buning imlosini tekshirib boqaylik. Imlo tekshirish. Tanlag'anda tekshirish, hammani tekshirish, osti tekshirish deb bor. Oldidan biz hammani tanlasak va tanlag'anda tekshirish bosgandan keyin imlo tekshirish oyoqlashdi dedi. Qarasanglar, bu yerda mana xatolik bor. Bu qizil bo'lganlari imloning xatoligi haqida. Endi tanlag'anda to'g'rilash deylik. Mana bu shaklda divani. Bu shaklda to'g'rilab o'tadi. Lug'atga qo'sh iqtidorimi bor. Mavla tavsiyalik so'zlar. To'g'rilash deylik. Qaranglar to'g'rilash. Atlash. Mansub P. To'g'rilash. Hammani bu shaklda to'g'rilaylik. Imlo tekshirish oyoqlashdi dedi. Shuning bilan imlo tekshirishimiz nihoyat muvaffaqiyatli holatda oyoqlashdi degan gap. Endi buning o'zini biz latin yoziqqa aylantiraylik. Qarasanglar latin yoziqqa aylandi. Men oldi bilan buni tanladim. Bundan keyin latin yoziqini bassam, bu shaklda almashdi. Latin yoziqini biz kon yoziq almashtirsak, bu shaklda almashtira olamiz. Shuni yana tanlab slaviya yoziqiga bu shaklda men fontun molligi uchun bu shaklda chiqdi. Bundan keyin kon yoziq almashtirsak, bu shaklda almashtirib turdi. Alikat Unicode qarsanglar. Bu ham kompyuter ishlatish jarayonida lozim bo'lgan iqtidorlarning biri. To'g'ri yo'llash, imlo haqida qarsanglar mana detal haqida. Detalnoma avlod imlo tekshirgich. Nashr 1/5. Tarqatuvchi o'rin avlod gruppasi laylikchi Bilyas Pan Texnik cheklanish shirkati debdi. Bu shu munosabat bilan avlod gruppasi va Bilyas Pan Texnik cheklanish shirkatiga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Armag'aysizlar. Shunday qilib biz Word 2013 ga avlod imlo tekshirish yumshoq detalini qachalash va o'rnatish yappadik. Shuning bilan normal shaklda ishlatish yapar olamiz. Agar buni kompyuterdan yuritish uchun kontrol taxtasiga control panelga kirib, buni bosgandan keyin bu yerdan qachongan butun detallar chiqadi. Yuvasa mishadimmi mana yuvasanlar bo'ldi. Darsimizning oxirida Uyg'ur kitob tor bekitining adresini mazkur darsimizning
izohat qismiga qo'yib qo'yamiz. Aşağıdan ko'rib, echib, tizimlatib va tushirib qochib olsanglar bo'ldi. Undan sonra darsimiz mushachi bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlarning foydalana olishi uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonunimizga ergashishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.